Assalomu alaykum. Bugun bizda Shimjini Jet modelini asosimiz. Shuni obzor qilib beramiz kichkinagina qilib. Bu modelimiz Xitoyda ishlab chiqariladi. Mis atmosferadan bo'ladi. Kafolatlari bor. Xalq tilida ko'proq ustalar qovun motor deydi. Shakli qovunga o'xshab ketgani uchun ko'rinishi mana. Buni o'zini olib, o'zini ustanobga qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa sim qo'yiladi. 220 tokda ishlaydi. Minutiga 90 litr suv chiqarib beradi. Maksimal balandligi 48 metr. Hop, 9 metrdan suvni so'rib oladi. Bu yoqdan suvimiz kiradi, bu yoqdan chiqib ketadi. Bunga miya qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Mana bunaqa. Shimjining o'zining miyasi bor. Bu yoq ulanadi motorga. Xohlasanglar o'zini qo'ysanglar ham ishlayveradi. Bu miya avtomat qilib beradi buni. Bu modelimiz 550 wattdan 108 kilovattgacha mavjud bizda. Agar kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar.